Ye. Assalomu alaykum do'stlar. Bismillah. Xo'p, boshlayman ekan. Hech hammaga welcome to the class. Qanaqa? How are you guys? How are you? To'g'ri do'stlar. Ketdinglarmi? Oh, guys, can you hear me? If you can hear me, please say so in the chat. Good, not bad. Great. How about you? What about you? I think I'm good. Yeah, I'm trying to live. I would say better. Yeah. Bugun nima o'tamiz do'stlar? Kanalda ko'p e'lon qildim, gapirib o'tdim. Bugun aslida biza sizlar bilan daily routine qurish haqida gaplashamiz, ya'ni kun tartibi. Ayolsiz tayyorlanadi, lekin 7+ uchun, 8+ uchun kunda nima qilish kerak, qanaqa odatlar shakllantirish kerak, har kuni qilish kerak bo'lgan ishni haftada necha marta qilish kerak, o'xshash savollarga javoblarni bilishmaydi. Xo'p, shunga yechim sifatida darsimiz bo'ladi. Yechim sifatida men holatda o'zim 5 marta imtihonga kirgan bo'lsam, marta 8 olganman, bir marta 8,5 olganman va birinchisida 7 olganman. Hammasi planim bo'lgan. Hammasi men o'ziga yarasha rejam bo'lgan. Buni qilaman, buni qilmayman. Ertalab buni qilishim kerak, kechasi buni qilaman, obeddan keyin buni bajaraman. Shunga o'xshash men rejalarim bo'lgan. Men o'yladim 7 ga olgan planimda hatto kamchiliklar bor. Ya'ni men o'zim yo'l qo'ygan hatto kamchiliklar bor. Uni sizlarga aytmayman. 8 ga paytimdagi planimda ham qanaqadir pitfalls bor-da, haligi kamchiliklari, nyuanslari bor. 8,5 olganda ham shunaqa qanaqadir xato kamchilikka yo'l qo'yganman. Keladi. Ko'chilarga qanaqa men dars o'tib bersam, qanaqa daily routine tuzib bersam, ularga ideal bo'ladi, ularga eng zo'ri, eng manfaatlisi bo'ladi. O'zimni xatolarimdan, o'zimni tajribamdan kelib chiqadigan berdim. Javob shunaqa bo'ldi. Men sizlarga hozirgi bilimim bilan tayyorlangan bo'lganimda, hozirgi bilimim bor, lekin men noldan tayyorlandim. Deylik, o'sha intermediate tugatdim, endi IELTS kirib keldim. Va bundan 4-5 oyda men 7+ olishim kerak. Kerak bo'lsa, ozgina vaqtim ko'proq bo'lsa, 8+ ga harakat qilaman. 8 yoki 8,5 olmoqchiman. Shunaqa bo'lsa, hozirlar men qanaqa rejalar tuzgan bo'lardim? Kunlik vazifalarim qanaqa bo'lgan bo'lardi? Qanaqa odatlarni shakllantirgan bo'lardim? Qaysi podkast eshitardim? Qaysi artikelni o'qirdim? Qaysi kitobni o'qirdim? Mening uchun nima qilgan bo'lardim? Speaking uchun nima qilgan bo'lardim? Mana shu savollarga holatda javob beraman. Xo'p, kelinglar, men gapirishimdan oldin, yana o'zimni rutinam haqida, o'zimni vazifalarim, o'zim nima qilishim mumkin bo'lgan odatlar haqida gapirishdan oldin, kelinglar sizlar haqida gapiramiz. How many hours do you guys study English daily? Let's say, how many hours do you put in? How many hours do you guys spend? Qancha vaqt sarflaysiz ingliz tilini o'rganishga? Bir kunda 8 soat, 5 soat, 3 soat, 4 soat, 5 soat, 6 soat. Oho, 8 soat sarflaydilar bor ekan. Oh my god, that's a lot. 5 hours, 6 hours, 3 hours, har kuni har xil deyishyapti. What about you, hozir? Okay, you spend a lot, guys, studying English. That's good. That's actually good. For King Solomon, which IELTS skill and most time? Qaysi skill uchun ko'p vaqtingizni sarflaysiz? Your favorite skill.
the skill you care about the most? Is it listening? Is it reading? Is it speaking? Is it writing? So tell me your honest answer in chat. Va oxirgi savolim. What is stopping you from 7 plus? Plyus olishdan o'zingizni nima ushlab turibdi deb o'ylaysiz? Nima sizni orqaga tortyapti? What is holding you back from getting a 7 plus in that exam? Your honest answer, yeah? Hammamizdan joyimiz bor. Ishtiyoq, laziness, okay. Writing, speaking, bad habits, then reading, writing, laziness, vocabulary. Structure just okay, myself. Okay, nice. Hop. Sizlarga oqlar ko'ringan bo'lish kerak, do'stga ko'rindimi? Can you see the white paper? My Word. No, here we have the document. Yozuv chizuvlar qilamiz. Listeningga nima qilgan bo'lardim, readingga nima qilgan bo'lardim, bitta gapirib beraman. Ovozim qotyaptimi, guys? Let me check it. Ovoz qotyaptimi? Qotayotgan bo'lsa, ha devoringlar, yo'q bo'lsa, yo'q devoringlar. 1 second. I don't think it's lagging though. Tekshiravamiz. That's so. Ovoz qotyaptimi? Bitta chiqib kelaychi, to'xtaylar hozirda. Let me do this. Endichi hozir. Endi ham qotyaptimi ham. Endichi, is it better now? Nimadan bo'lishi mumkin? Yes, is it better? Okay. 1 second. Yeah, let's get started then. Okay, let's get started then. Xo'p, darsni boshladik unda. Nimadan boshlaymiz? Tak, manimcha so talk about listening. Listening, man IELTSga qaytadan uzr, menga telefon bo'lib qoldi. Sorry. Uzilib qoldi. Endichi. Is it better now? Menga telefon bo'lib qoldi, shunga qotdi telefon. Internet qotib qoldi. Hop, boshladik. Tak, demak, men IELTSga qaytadan tayyorgarlik ko'raman. Hozirgi bilimim bor. Aytaylik, men natija qilmoqchiman 7+, ozgina vaqtim ko'proq bo'lsa 8+ga harakat qilmoqchiman. Va meni taxminan olmoqchi bo'lganlarim listening eng yuqorisini ham ko'zlasak bo'ladi. Listening 9 olmoqchiman. So I want to get a listening 9. Listening 9 olmoqchiman. Listening 9 uchun nima qilishim kerak? What would I do if I started again? If I did everything from scratch? Hammasini boshdan boshlaganda listening 9 uchun men nimalar qilgan bo'lardim? Ketdi boshlaymiz. Hop, o'zi sizlar nimalar qilasizlar? What do you do for listening? What do you guys do for listening? Qanaqa oshirasiz listening balangizni? Is there any strategy you use? Is there any practice material you use? Is there any habit you have developed, let's say, to improve your listening score? Like, do you listen to podcasts, for example? Do you watch movies? Do you like watch TV shows, maybe, like Friends and The Big Bang Theory or something like that?
You have anything like that? If you do, please don't hesitate to share in the comments. Nice. Kimdirlar podkast eshitar ekan, yaxshi. Kimdirlar ishlab analiz qilar ekan, yaxshi. You work on your mistakes, okay. Kimdirlar listening podcast yozib yana. Academic testlar, okay. Practice yozibdi. Anime ko'raman yozib bitasi. Kinolar, transkript yozadiganlar bor ekan oldimizda. Okay. Hozir men o'zim qilgan va qilishim mumkin bo'lgan haqida gapiraman. Okay. Yana kinolar ko'radiganlar bor ekan, hop, note taking qiladiganlar bor ekan, transcript yozadiganlar ko'p ekan oramizda. Okay. So, men o'ylayman mana listening o'zi odatda ustozlardan maslahat so'rasiz, men bunaqa javob beradiganlar borda. Just listen a lot deydi. Just listen a lot deydi. Shunchaki ko'p eshitgan deyshadi. Va bu maslahatda jon bor. Yes, there is a point in this advice. It has a point. Yes. Ya'ni shunchaki ko'p eshitish effekt beradi, bermaydi emas. Chunki ko'p eshitish orqali biza oldin o'rgangan so'zlarimizni va yaqinda o'rgangan so'zlarimizni qaytarilganida biz ularni mustahkamlaymiz. Va bilamizki, repetition is the mother of learning. Yeah? Repetition is the mother of learning. Nima ko'p qaytarilsa, o'sha narsa esimizdan chiqmaydi. Shuning uchun ham listening yordam beradi bizani vocabularyimizni oshirishga, bizani o'sha qaysidir ma'noda o'sha o'rgangan grammatikalarimizni mustahkamlashga. Qancha ko'p eshitadigan bo'lsangiz, farqi yo'q nimani eshitasiz. Kino ko'rasizmi, podkast eshitasizmi, bu xoh bo'lsin YouTube video bo'lsin, xoh meni ingliz tilida gapirayotganimni eshitish bo'lsin, farqi yo'q, nima eshitishingizdan qat'iy nazar shunchaki eshitishning o'zida katta foyda bor. Va aynan shuning uchun ham biz kelinglar buni passive listening deb nomlaymiz. Ya'ni shunchaki eshitishni o'zini passive listening deb nomlaymiz. Passive listeningda siz to'g'ri aktivni nimadir o'rganmayapsiz, lekin passiv eshitish jarayonida o'zida siz o'rgangan narsangizni mustahkamlab borasiz. Chunki o'rgangan narsangiz qaytariladi. Masalan, misol olamiz. Kelinglar, kecha men bitta grammatika o'rgandim, grammatika qoidasini o'rgandim. Aytaylik, men as ni o'rgandim masalan. Masalan, I wanna try as much as possible. Mana shu grammatikani o'rgandim. Ya'ni as much as something. As something. Mana as dan keyin nimadir keladi, keyin yana as kelib turib yana nimadir keladi. As good as something bo'lishi mumkin. I want to be as good as her. I want to be as generous as him masalan. Shu grammatikani o'rgandim. As bilan as ishlatishi. Va listening jarayonida eshitib turaman, shu narsa qaytarildi. Qaytarilganda shu meni esimga keladi. Ha, men buni kecha o'rgangandim. Ha, demak, mana bunaqa kontekstda kelsa bo'lar ekan. Keyin yana eshitib davom etsam, yana kelib qolishi mumkin. Shu bir 10-15 martalab takrorlansa, meni esimdan chiqmaydigan darajada qolib ketadi. It's not about memorization, it's about repetition. Yodlashdan ko'ra muhimroq narsa bu qaytarilish. Qancha ko'p qaytarilsa, eng zo'r effekt beradigan narsa shu. Demak, birinchi passive listening activity sifatida men kiritgan bo'lardim. Buni har kuni odat qilgan bo'lardim. Podkastlar eshitish. I would listen to podcasts every single day. Hozir men sizlarga 2021-yili, mana 4 yil orqaga qaytamiz, yoki 4 yil orqaga qaytamiz. Men birinchi marta ASK tanlayotgan paytimga, yo'q, 4 yil emas, 3 yil orqaga qaytarkanmiz, uzr do'stlar. Ikkinchi marta ASK tanlayotgan paytimga, menda mana bunaqa rutina bo'lgan. Ekranga qaranglar mana. Menda mana bu eski rutinam bu. Sizlarga boya aytdim-ku, eskilari ham bor, o'zi esam bo'ladi deb. Mana eskisiga qaraymiz, mana listening 9 ga yozgan ekanman, nima qilish kerakligini. So, for listening 9, men o'zim o'quvchilarimga yozganman buni. The main thing to get a great score in listening is to listen a lot. 3 yil oldin yozgan narsam. I built a habit of listening to at least 2 podcasts a day. Demak, o'sha paytda listening 9 olganda men ekzaminimdan oldin har kuni 2 tadan podkast eshitgan ekanman do'stlar. Har kuni 2 tadan podkast eshitgan ekanman. Buni eng qizig'i o'zim hozir o'qidim, qaytadan o'zim yana kashfiyot bo'lyapti, qaysidir ma'noda endi qaytadan discover qilman o'zim. 2 tadan podkast eshitgan ekanman. Endi 2 tadan podkast eshitish sal ko'p, okay, it sounds, overwhelming. Ko'p eshitiladi, ya'ni haddan tashqari ko'pdek tuyulishi mumkin. Shuning uchun kelinglar passive listening activity sifatida men yozaman. Kamida bitta podkast. Okay, listen to at least 1 podcast a day. Kamida bitta. Endi savol tug'iladi. Qaysi podkastni eshitish kerak? Qaysi podkast eshitish kerak? Nima deb o'ylaysizlar? Qaysi podkastni eshitish kerak? What is your opinion on this? Qaysi podkastni eshitish kerak? Nima deb o'ylaysiz? What is your take on this, guys? Qaysi podkastni eshitish kerak?
O'quvchilarning qo'pol xatosi bor, hozir ham kommentarda ko'ramiz buni. Eng qo'pol xato. BBC 6 minute eshitadiganlar bormi? BBC 6 minute. Oramizda BBC 6 minute eshitib yuradiganlar bormi? The worst podcast ever. I'm kidding. Hozir tushuntiring. Agar siz BBC 6 minute eshitib yurgan bo'lsangiz, guys, you're not learning anything. Okay, come on. Maslahat bergan bo'lardim. Bunaqa nima desam ekan, majburlab o'zini qanaqadir so'zlarni tiqishga harakat qiladigan podkastlarni eshitishdan ko'ra foydaliroq bo'ladi siz native speakerlarni natural holatda, tabiiy holatda suhbat qilayotganini eshitishingiz. Natural podkastlar ancha muhimroq va bunaqa o'rgatishga harakat qiladigan podkastlardan ko'ra. Chunki ertaga imtihon berganingiz ham o'tda natural suhbatlarni qo'yib beradi. Ertaga siz Amerikaga ketsangiz ham bunaqa BBC 6 mintaqaligi so'zlarni tiqib aytishmaydi, balkim tabiiy holatda gaplashadi. Siz o'sha tabiiysini o'rganadigan bo'lsangiz, tabiiysini ko'p eshitgan bo'lsangiz, speakingiz ham shunaqa tabiiy chiqish boshlaydi. Haligi so'zlarni ishlatayotganingizda qanaqadir effort qo'shayotganingiz, yodlab aytayotganingiz bilinib qolmaydi. O'shaning uchun tabiiy podkastlarni eshitish kerak. Xo'p, tabiiy podkastlar haqida men ro'yxat qilganman, hozir sizlarga tashab beraman. Okay? Tabiiy podkastlar haqida men ro'yxat qilganman, ya'ni qaysi podkastlarni eshitish kerak degan savolga men sizlarga tashab beraman hozir. Okay, I will share it now. 1 2 3 tak ketdi. Men o'zim eshitganim bor mana shuning orasida 2000 endi nechinchi yil, 21-yil men IELTS tayyorlayotgan paytimda men bitta Rob Dial degan odam bor. 4-to'rtda qaranglar, Rob Dial The Mindset Mentor. O'sha paytda men motivatsiyaga qiziqar edim, menga har xil o'sha aytaylik motivatsion gaplar bo'lsa, maza qilardim. Maqsadlar haqida, qanaqa meditatsiyalar haqida. Hozir unaqa emas, lekin o'sha paytda menga realni zavq bergan, maza qilgan men eshitib, har kuni maktabga ketardim-da. Maktabga borgunimcha bitta podkast, qaytgunimcha bitta podkast bo'lardi. Marshutkada borib qaytardim, yarim soatlik yo'l edi. Menga juda katta yordam bergan, har kuni eshitib yurganman, va eng qizig'i meni birinchi natijam ham, birinchi imtihonim o'zida ham ko'rishingiz mumkin. Men bu yerda overall 7 chiqib turib, aynan listening qismida 8,5 chiqdi. 2021. Qaranglar. Hamma skorimga qaranglar-da, listeningga qaranglar. Hammasiga qaranglar, listeningga qaranglar. Farqini ko'rasizlar. 2021-yil men birinchi marta imtihonga tayyorlanayotganimda, men o'ylayman buni eng o'sha katta faktori, eng muhim rol o'ynagan narsa bu podkast bo'lgan deb o'ylayman. Chunki men podkastlarni tinmasdan eshitardim. Har kuni bitta, kamida o'sha ketayotganimda eshitardim va qaytayotganimda charchab qolmasam yana bitta eshitardim. Ikkita podkast kuniga. Ikkinchi tayyorlanganda ham xuddi shunaqa qilganman. Demak, birinchi podkast eshitishni maslahat beraman. Tabiiy podkastlar, BBC 6 minutlar emas. Nimadir o'rgatishga harakat qiladigan podkastlar emas, TED Talklar emas, aynan tabiiy bo'lgan podkastlar. Bularga mana kiradi Anything Goes with Emma, uni rosa eshitardim men, No Stupid Questions, Rob Dial, Moral Wisdom, hozir mana Naval Ravikant ham chiqdi, anaqada Chris Williamsonning podkastida. The Diary of a CEO bor, dahshat podkastlari. Mark Manson orada boshida Joe Rogan Experience bor. Bitta podkast ko'rib qo'ying kuniga. Sizdan hech narsa ketmaydi, lekin listeningizni shunchaki bomba qilib oshiradi. Try it for 30 days, okay? Har kuni demak podkastlar eshitamiz. Bu birinchi meni qoidam bo'lgan bo'lardi, birinchi habitim, ya'ni odatim bo'lgan bo'lardi. Odat qilinglar. Odat qilib oling. Podkast eshitishni odat qiling, okay? Make it a habit. Agar odat qilishni bilmaymansiz, Atomic Habits bitta o'qib olinglar. James Clear kitob bor odatlar haqida. Situational learning qilib, holatingiz haqida ilm olib, o'rganib olsangiz odatlar tuzishni oson bo'lib qoladi. Shuncha odatlarni yasash, ya'ni o'zingizni develop qilish ancha oson bo'ladi. Xo'p, podkast eshitishdan tashqari endi nima qilgan bo'lardim degan savol tug'iladi. Podkastni hamma ham eshitib turadi. Yana nima qilishim kerak deyish mumkin. Yana passive listening haqida gaplashamiz, hali aktivga o'tmadim. Yana passive listening qismiga mana kino ko'radiganlar bormi oramizda? Kino ko'radiganlar. You guys watch movies? Va kino ko'rishni listeningni oshiradi deb o'ylaydiganlar bor oramizda. Ko'p unaqa maslahat ham ko'p. Haligi kino ko'rish ingliz tilingizni oshiradi, listeningizni oshiradi degan narsa juda oramizda mana shunaqa mif tarqagan. Ingliz tilini o'rganish eng zo'r yo'li kinolar ko'rish, shunga o'xshash narsalar bor. To'g'ri, kino ko'rish yaxshi, yomon emas. Listeningizni oshiradi ham, bo'lishi mumkin emas, lekin undan ham kuchliroq
ochish yo'llari bor-da. Chunki kino ko'rishda siz 100% mana kino bo'ladigan bo'lsa, uni bir 80-90% action bilan o'tib ketadi. Romantika bo'lsa, bola bilan qizni sevishgani, haligi action movie bo'lgan bo'lsa, qanaqadir jangari sahnalar, poyga kino bo'ladigan bo'lsa, masalan, Farsajga o'xshagan, Farsajda ham bir 10% qismida gapiradi xolos-da. Qolganda polniyaligi poygasi bor. U ingliz tilini oshirmaydi. U qachon oshiradi? 5 yil ko'rib borsiz shunaqa kinolarni. 5 yil vaqtingiz bor, siz 5 oy vaqtingiz bor, aytaylik 4 oy vaqtingiz bor. Balki o'sha oranglarda ertini topshirayotgan bor. Boydan keyin topshirayotganlar bordir. Kino ko'rish shunaqa darajada foyda bermaydi. O'shaning uchun kino ko'rganda ham maslahat beradiganim bor. Actiondan ko'ra dialog, ya'ni suhbat ko'p bo'ladigan kinolarni ko'rish kerak. Xo'p, bitta shunaqasi bor, TV shows bor. Bu Watch mana yozaman. Watch Big Bang Theory. Big Bang. Aytaylik Watch like one episode, you know. Men shunaqa qilgan bo'lardim. Of Big Bang Theory. Big Bang nomi shunaqa, qidirib ko'ringlar, juda qiziqib qolasizlar, vashshe zo'rani. Sheldon haqida o'zi ko'rgan ham bo'lsangiz kerak, ham bolam ko'rganmisizlar, taqqos kanalga. Inshaalloh men bu bola haqida juda qiziq, men o'zim kech ko'rganman. Bitta ko'rsanglar mazza qilasiz. Ichida dialog ham ko'p, ingliz tili ham ko'p ishlatiladi, prikollar, hazillar juda ko'p, intellektual haligi. Bu bola ustozlardan ham aqlli bo'ladi, ota-onasidan ham aqlli bo'ladi, shunchaki dahshat aqlli bo'ladi. Kichkina bo'ladi xullas. Mazza ko'rsanglar bo'ladi. Kulib, qotib, ingliz tilini mazza qilib ana qiziqtirib o'rgansangiz bo'ladi. O'zingiz qiziqtirasiz. Zerikarli bo'lishni xohlamaysiz, to'g'rimi haligi? Zerikarli leksiyalar eshitib, qanaqadir zerikarli tezlab bajarib. Mana oson, mana bunaqa qiziqarli yo'lda o'rgansangiz ham bo'ladi. Xo'p, bu passive listening. Okay? That's what I would do for passive listening. Mana shu ikkita ishni passive listening uchun qilsanglar bo'ladi. Listening 9, passive listening. Yozib qo'yaman yoniga buni. Passive listening, PL deb yozib qo'yaman. Tushunasizlar, to'g'rimi? PL ni passive listening deb yozib qo'yaman. Hop. Yozib qo'y, PL passive listening. Reference uchun. Sizlarga keyin tashlab beraman buni. Hop. Keyingisi, endi active listening ga kelsak, ya'ni aktivni eshitib, bizda natijamizni tezroq oshirmoqchimiz. We want to improve our score as soon as possible. Okay? And we want to work hard. We want to put in the work. Yeah? And we have time. And we have this passion. So what do we do? Nima qilamiz natijamizni oshirish uchun? Aytaylik bizda o'sha ishtiyoq zo'r kuchli, vaqtimiz ham bor bunga, yetadi ham. Xo'p, birinchi qilishim mumkin bo'lgan narsa, mana o'quvchilardagi muammoni aytaman birinchi. O'quvchilardagi muammo bu. Praktik testlarni ayamasdan ishlashadi. Bitta test bo'ldi. Qarasa masalan 5,5-6 chiqyapti, keyingi testga o'tib ketadi. Keyin qarasa yana shunaqa natija chiqyapti. Keyin yo'q, omadim kelmadi, yo'q, men bunaqa yaxshi qilolmadim deb o'ziga o'zi bahonalar qidiradi, keyin yana boshqa test ishlash boshlaydi. Bu xuddi nimaga o'xshaydi? Bu xuddi siz o'sha masalan bozorga borasizda 1 kilogramm masalan banan oldingiz. 1 kilogramm banan oldingiz, lekin o'zingizga ishonmasdan o'sha bananni taroziga yana qaytadan qo'ydingiz. Taroziga qaytadan qo'ysangiz, yana o'sha 1 kilo banan chiqyapti. 1 kilodan oshib qolmayapti, tushib qolmayapti. 1 kilolikcha qolyapti. 3-marta ham deymiz, yana 1 kilo chiqyapti. Yoki mana misol oling. Siz cho'ntagingizda 100 ming so'm bor-da, 100 ming so'm qaytadan sanasangiz, yana 100 ming so'm chiqadi. 3-marta sanasangiz ham yana 100 ming so'm chiqadi. U oshib qolmaydi o'zidan o'zi. Lekin mana shu narsani bilsak ham, qanaqadir tan olgimiz kelmaydi-da, praktik narsani ba'zi qilib ishlab ko'ramiz haligi. Bunisi bo'lmasa, unisi bo'ladi, unisi bo'lmasa, bunisi bo'ladi. Shunaqa qilib Cambridge kitobini tugatib qo'yamiz. Men o'zim ham 2021-yil o'sha birinchi tayyorlangan paytimda bir 10 tacha kitob chatda tashlaganman mana shunaqa. Isrof tashlaganman. Bu isrofda, like waste of materials, waste of your time, waste of your energy. Chunki sizni balangiz oshmaydi, shunchaki siz tekshirishda davom etasiz. You're just checking your score. Uni o'rniga nima qilamiz? Uni o'rniga birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish, learn all question types. Birinchi savol-turlarni o'rganamiz. Fillingni qanaqa ishlash kerak, maplarni qanaqa ishlash kerak, listening o'ziga, multiple choice'ni qanaqa ishlash kerak. Ilo bo'lsa bitta kurs ham olib oringlar, masalan, listening ham kursi bo'ladi-yu. Manikini olinglar deb reklama qilayotganim yo'q. Kurs olib turib, o'sha question type'larni o'rganib qo'ysangiz zo'r bo'ladi. You should learn question types. YouTube'dan ham o'rgansangiz bo'ladi buni. ChatGPTdan ham o'rgansangiz bo'lsa kerak. Xo'p, question type'larni o'rganganimizdan keyin questiondan o'rganganimizdan keyin practice aytaylik. Practice matsam ekan.
qilish shart emas. You don't have to do a full test. Not always, okay? Don't do it all the time. Practice part 3. Practice like part 3, yes, every day. Every day. Part 3 eng muhimi. Har kuni bittadan o'rganasiz. Har kuni bittadan test bajarasiz. Aytaylik, o'sha o'rgangan usulingizda, masalan, men o'zim o'quvchilarimga note taking usulini tavsiya qilaman. Note taking usuli bilan ishlaymiz. We do use note taking, the strategy called and it's not taking, yeah. We use it and it's very useful. Hop, boshqacha usul o'rganishingiz mumkin, lekin xudo xolasa mana shu kanalimizda ham partiyaga dars o'tamiz. O'sha men o'rgatgan usullarni ishlatib ham bajarsanglar bo'ladi. Partiyaning o'rgandingiz, bajardingiz, masalan, boshqa question typelarni ham o'rgandingiz. Endi bundan ham muhimrog'i bor. Work on your weak areas. Har kuni qaysi qismda siz qiynalyapsiz? Masalan, kimdir gap feelingda qiynaladi, kimdir spellingda qiynaladi. Kimdir masalan qiynalishi mumkin, tak aytaylik, matching informationda. Hammani muammosi har xilda, haligi doktorga borganda ham hamma kasallar har xil kasal bilan boradi-yu. Hammani kasali bitta emas-da. Kimdir tishi og'riydi masalan, kimdir oyog'i og'riyotgan bo'lishi mumkin, bilmaymiz. We don't know. Va o'sha og'riqni ustida ishlash kerak. Xo'p, endi buni qanaqa aniqlayman? Og'rig'imni aniqlamoqchiman. So I gotta know what I have to do. This is, men bunaqa narsa bor, kanalga tashlamayman. Men bu faylni bitta ochib ko'ringlar. We have this file. Mana shu faylni ochib ko'rsataman sizlarga. Mana shu ishlatsanglar bo'ladi-da. Bitta mock test qilasiz. So you do one mock test. Mock test qilganingizdan keyin mana yozib chiqasiz, qayerda qanaqa xatolar bo'ldi. Number of, how to improve listening and reading scores. Question types mana bitta, number of incorrect answers per part, yani har bitta part uchun. Xo'p, yozasiz, masalan, bitta mock test qo'ydingiz, demak eng ko'p xatoingiz qayerda chiqyapti? Masalan, multiple choice yozasiz, masalan. Bu yerda mana bunaqa chiqdi, matchda 3 ta chiqdi, masalan. Multiple choice'da 5 ta xato chiqdi. Aytaylik, yana bizda bor mapda masalan 2 ta xato chiqdi. Keyin qaraysiz, eng ko'p xato qayerda? Eng ko'p xato qarasangiz, multiple choice'da turibdi. Demak, keyingi mockgacha siz mana shu multiple choice ustida ishlashingiz kerak. You have to work on multiple choice every single day till the next mock test. Keyingi mock testgacha multiple choice'ni cho'tka qilib qo'yishingiz kerak. Xato qilmaydigan darajaga chiqishingiz kerak. Mana shu sizning maqsadingiz bo'ladi. Uni full test hamma joyda ishlagandan foyda yo'q, chunki siz ba'zi joylarda o'zi shunaqa zo'r bo'lasiz. Ba'zi joylarda qiynalib tursiz, lekin qiynalgan joylaringizda ishlamaysiz. Shuning uchun ham qolib ketayotgan bo'ladi. O'shaning uchun full testdan ko'ra har kuni full test qilmanglar. Work on your weak areas. Mapda ishlang. Multiple choice ustida ishlang. Balkim part 4ga usul o'rganaydi, part 4 ustida ishlang. Endi qaranglar. Bundan tashqari muhim narsa, men kanalga ham darsni joyladim. Ko'rgan bo'lishingiz kerak ham bu darsimizni, haligi so'zlarni o'rganish haqida. Men o'sha yerda keyword table degan usulni o'rgatganman. Men har practice'imdan keyin u xoh bo'lsin multiple choice, xoh bo'lsin gap filling, xoh bo'lsin u matching information, qaysi savol turi bo'lishidan qat'iy nazar, men o'sha tayyorlangan paytimda ham qaytadan tayyorlansam yana xuddi shu narsani qilgan bo'lardim. Ya'ni har bitta practicedan keyin men albatta keyword table tuzgan bo'lardim. Okay? Mana make keyword tables after each practice. Har bitta practicedan keyin keyword table yasash shart qilib qo'ying o'zingizga. Buni ham odat qilib qo'ying. Make it a habit. Xo'p. Qaranglar. Sizlarga hozir bitta keyword table misol ko'rsataman. Yaqinda o'z kanalda ham qildik buni. Xo'p. Mana. Mana bunaqa keyword table bo'ladi. Keyword table maqsad nima desangiz, maqsadimiz ko'proq sinonimlar o'rganish, ko'proq paraphrasing larni o'rganish, chunki biz paraphrasingni yaxshi bo'lishni xohlaymiz. Chunki biz paraphrasingni tushunishni xohlaymiz. E'tibor bersanglar, IELTS o'zi listening ham, reading ham, writing speaking hammasi. IELTS is a game of words. IELTS bu so'z o'yini. Har bitta sectionda shunaqa. Listening ham, reading ham, writing speaking hammasida shunaqa. So'z o'yini. Chunki siz listeningda kelgan so'zni tushuna olishingiz kerak. Ya'ni tushuna olishingiz kerak deganda sizda audioda ana qog'ozda o'zi berilgan bo'ladi so'zlar, o'shani sinonimi keladi. O'sha sinonimni siz tushuna olishingiz kerak. Bo'ldi, bir xil mohiyat
ega, bir xil ma'noga ega bo'lgan so'zlar faqat boshqacha holatda, boshqacha shaklda, boshqacha gaplar bilan, boshqacha grammatik strukturalar bilan, lekin siz uni tushunishingiz kerak. Bu paraphrasing. You gotta understand paraphrasing. Endi speaking bilan writing e'tibor beradigan bo'lsak, siz speaking bilan writingda siz o'sha paraphrasingni produce qila olishingiz kerak. Ya'ni o'zingiz chiqara olishingiz kerak. Yaxshi ball olmoqchi bo'lsa, ekzaminda so'zlarni ishlatmasdan boshqa so'zlar ishlatishingiz kerak. Reading ham, speaking ham, writing ham xuddi shunaqa. Xo'p, mana bu yerga e'tibor bersanglar, mana men testda kelgan so'zlarni bu yoqda savolda kelganlarni ham bir xilligini topganman. Ya'ni sinonimlarni topganman deb mana shunaqa keyword table qilib qo'yganman. Agar buni o'rganmoqchi bo'lsangiz, darsni ko'rib qo'yinglar. Darsni ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz zo'r. Shuni shunchaki bajarish kerak. Har kuni bitta praktika, listeningni ham, readingni ham qilishga hozir readingni ham to'xtatamiz, readingni ham gapirib o'taman. Xo'p, demak, we are done with listening. We are done with listening. Yeah, I think that's enough. Shu question type'larni o'zini o'rganib qo'ysanglar. Xo'p. Yeah. Any questions? Xudo xohlasa mana qisqa learn all question types haligi map, multiple choice information bilgan dars o'tamiz nasib qilsa. Balki talab bo'ladigan bo'lsa, o'quvchilar so'raydigan bo'lsa, kurs ham ochib o'ramiz. Natijalarni oshirish uchun. Chunki bu birdan tashlab bo'lmaydi-da. Xo'p, kinoga Merdin yaxshimi? Yo'q, tavsiya qilmayman Merdinni ko'rishni, chunki tili eski, uni IELTSga, ingliz tiliga umuman yordam bermaydi. Xo'p, dictation men o'zim qilmaganman, shuning uchun qilmagan narsamni sizlarga buni qilinglar deb aytmagan bo'lardim. Qilmagan narsamni gapirmayman. Xo'p, skriptlarni yozishda ishlasak kerak, chunki shunaqa o'qituvchilarni bilaman, skript bilan ishlab yaxshi ball olib chiqib kelishgan. Xo'p, siz bilan ishlashingiz kerak ekanchi, like make your tables after each practice. Men eski anaqamda ham yozganman, qaranglar, nima yozgan ekanman o'zi. O'qib beraman sizlarga, hozir qaranglar. Eski rutinamda. Ups, bo'lmas. Xo'p. Mana bu yerda. Qaranglar, mana eski yozganimda, eski planimizda. So, yozgan ekanman. Apart from that, I would mostly focus on part 3, multiple choice questions, as they are quite problematic. I would do practice and analyze with scripts and learn words by heart. I would spend around 2 hours for that on a day. Hop, 2 soatdan sarflagan ekanman listeningga. Mana qaranglar, I would do practice and analyze with scripts. Analyze degani mana shu narsani tushuntiraylik sizlarga. Analysis juda muhim. Agar yaxshi ball olmoqchi bo'lsangiz, hop, analysis yozib qo'yaman. Hozir tushuntiraman analysis nimaligini. Bu analiz deganda why degan savol tushuniladi. Ya'ni why? Nimaga men xato qildim? Nimaga men to'g'ri javobni topa olmadim? Nimaga to'g'ri javob bo'ldi? Nimaga noto'g'ri javob bo'ldi? Mana shuni yozib beraman sizlarga hozir. Why the correct answer is correct. Mana shu savol beramiz o'zimizga. Agar javobimiz xato bo'ladigan bo'lsa, why the incorrect answer is incorrect. Mana shu savolni o'zimizga beramiz. Mana shu analiz bo'ladi. Ya'ni isbotlashingiz kerak o'zingizga, to'g'risini ham, noto'g'risini ham. Qaranglar. To'g'risini ham deyman, chunki ba'zilar aytishi mumkin, faqat noto'g'ri javoblarni o'rgansam, xatolarni o'rgansam shunga yetarli emasmi deyish mumkin. Lekin hammamiz tan olishimiz kerak, ishlayotganimizda qaysi joyda omadimiz keladi, qaysi joyda haligi taxminan belgilagan javobimiz to'g'ri chiqib qoladi. Lekin biz xohlamaymiz ertaga imtihonga kirib taxminiy javoblarni belgilab chiqish. Javoblarni taxminga asoslanib belgilab chiqishi. Chunki hech kim garantiya bermaydi sizga, bugun taxminiy to'g'ri chiqsa, ertaga imtihonda to'g'ri chiqadi deb. Nobody guarantees that, right? Ya'ni hech kim garantiya bermayapti sizga. Shuning uchun biz 100% sure bo'lish xohlaymiz, 100% confident bo'lish xohlaymiz, javob berayotganda 100% to'g'ri javob berayotganingizga amin bo'lishingiz kerak. Buning uchun siz ko'p analiz qilgan bo'lishingiz kerak. O'zingiz isbotlab, nega to'g'ri javob to'g'ri bo'lyapti, nega noto'g'ri bo'lyapti, o'shaning uchun ertaga keyingi testlarni bajarishingizni ancha osonlashadi. Xo'p, demak listening ancha tugadi. So we are done with listening. I think now it's time to move on to reading. So yeah, let's go for reading. Ana listening uchun mana shu screenshot olinglar, rasmga tushirib olinglar. Men buni kanalga tashlamayman. O'zim ham tashlab beraman, qaranglar. Screenshotni tashlab beraman, keyin darsdan keyin o'chirib yuboraman. Shuning uchun o'zingizga tashlab oling, save message ga lekin chirib ketmasin, iltimos, o'tda qolib ketmasin prosta.
o'rganinglar, amal qilinglar, prosta darsga kirib hali eshitib o'tirganingizdan foyda yo'q. Xo'p, reading o'tamiz. Readingdan ham 9 olmoqchi. Maqsadimiz 9, ha? So if you want to get a 9 for reading, what should you do? Nima qilasizlar o'z reading? What do you do for reading? Odatdagi savol so'raladi, bilasizlar, what do you do for a living? Bizda IELTSdagilar what do you do for reading? What do you do for listening deb o'tiramiz. Readingga nimalar, o'zi qanaqa usulingiz bor, qanaqadir strategiyangiz bormi? Xo'p, artikel o'qiydiganlar bor ekan oramizda, kitob o'qiydiganlar bor ekan, zo'r. SAT all passages, I mean, they don't really help for IELTS. No, come on. Vocabulary qilman. Artikellar tarjima qilman. Tarjima qilishdan foyda yo'q deb o'ylayman men o'zim. Okay, according to expertise, I don't think they help. Or ELS passages, nice. Articles, ELS. You learn vocab. I mean, you learn vocab for any section. Xo'p. Endi men nima qilgan bo'lardim? So what I would do if I started from scratch, ya'ni boshidan boshlaganimda, noldan boshlaganimda, hozirgi bilimim bilan nima qilgan bo'lardim reading uchun. Xo'p, birinchi navbatda boyagi maslahat, ya'ni just listen a lot deydi, tarjima bo'ladi. Readingga kelsak, just read a lot. Just read a lot. Bu birinchi eng main maslahatimiz. Yani you gotta read a lot. By a lot, I mean a lot. Like you have to read a lot. So you can read books, you can read articles, you can read blog posts, you can read anything in English, anything you're interested in. Bilasizlarmi, key point o'rganayotganingizdachi, o'qish ba'zi aytadi zerikib qolaman deydi, ba'zi aytadi eshitishdan zerikib qolaman, podkastdan zerikib qolaman, ba'zi aytadi artikeldan zerikib qolaman. Gap shundaki do'stlar, key is, kalit nimada bilasizmi? Kalit bu qiziqqan narsalar haqida o'qishingiz. Read about, like, read things you are interested in. O'zingiz qiziqqan narsalar haqida o'qing, hech qachon zerikib qolmaysiz. Masalan, men o'zim psixologiyaga qiziqaman, men o'zim marketingga, filosofiyaga qiziqaman. Mana shu haqida kitoblar o'qigan bo'lsam, hech qachon zerikib qolmayman. Chunki menga qiziqishim qoldiriladi. Har safar o'qiganimda yangi narsa o'rgansam, wow degan paydo bo'ladi mening miyamda. So I love it. So good. So useful. Zerikib qolmayman-da. Bu birinchi maslahat, ya'ni eng maslahatni dodasi deymizmi, o'sha just read a lot. Artikelga nimaga qiziqasiz o'zi? Qaysi sohaga qiziqasiz? Balkim siz masalan qiziqarsiz artificial intelligence, AI haqida o'qing. Balkim siz qiziqarsiz masalan fashionga, fashion haqida o'qing. Balkim siz qiziqarsiz masalan religionga, din haqida o'qing. Ya'ni tarix haqida o'qing masalan. Shu. Xo'p, demak, birinchisi just read a lot. Xo'p, buni endi step by step qo'yadigan bo'lsak, qanaqa bo'lgan bo'ladi? Bitta podcast bo'lgan bo'lsa listeningga, bu yoqqa уже sekin bu narsa read an article a day ga aylanadi. Ya'ni at least one article a day. At least read an article a day. Read at least one article a day. Mana. Bekzod Mirahmedovni O'zbekistondagi mansam ekan. Eng o'sha pioneer IELTS instruktorlardan biri bo'lgan Bekzod akada zo'r gap bor ularni. O'sha an article a day yozaman. An article a day keeps your IELTS worries away degan gaplari bor. Men o'ylayman juda to'g'ri gap. Ya'ni bitta artikel o'qib qo'yishingiz o'zida katta narsa bor-da. Siz ham o'qiyapsiz, o'sha ingilingizni oshiryapsiz, siz ham o'qiyapsiz, o'sha eski o'rgangan so'zlaringizni ko'ryapsiz, takrorlanyapti. Boya aytganimizdek repetition is the mother of learning. Takrorlangandan keyin u mustahkamlanadi, esidan chiqmaydi. Siz o'ta g'oyalar olasiz speaking masalani va reading qilgan insonning o'zida, men buni haligi boshqa blogimda ham yozganman. Reading mani blogim bor alohida. Yo'qda ham yozganman o'sha ustozlarning gaplarini
o'qiyotgan inson faqatgina o'qish skillini oshirayotgan bo'lmaydi yoki yangi bilim olayotgan bo'lmaydi, balki o'sha vaqtning o'zida o'qish davrini o'zida, o'qish paytini o'zida inson o'zidagi o'sha diqqatini, fokusini, sabrini oshirayotgan bo'ladi. Shunchaki o'qib bilim olayotgan emas, shunchaki o'qib ingliz tilini o'rganayotgan emas, balki o'qish jarayonida inson diqqatini ham oshirayotgan bo'ladi. Bu hozirgi shovqinli dunyoda menimcha diqqatimiz eng qimmat narsa bo'lsa kerak. Hamma harakat qildi, diqqatimizni olishga, to'g'rimi? Internetga kirsangiz videolar, vaynerlar, qanaqadir blogerlar, tashqariga chiqsangiz juda ko'p bannerlarda reklamalar, magazinlar, haligi restoranlar, hamma narsa diqqatimizni olishga. Diqqat eng muhimi-da. Biz buni arzonga sotamiz. Xo'p, demak, bitta artikl o'qib qo'yganiga hech bo'lmasa, artikl o'qish uchun men sizlarga material tashib berdim aytgancha. Did you check it out? Tekshirdilarmi? Materiallarni ko'rdinglarmi? Hozir kanalga tashlayman qaytadan. 1 second. Ana materiallar. Bularni ko'rdingizmi? Ochib ko'rdinglarmi? Ochib ko'rsatib shularni. Have you guys seen these passages, these articles? Mana elementary ham bor edi, intermediate ham bor. Juda zo'r artikl. Qayerdan olaman artikl desiz, mana sizga source, mana sizga manba. Foydalanishingiz mumkin. Xo'p, mana ochib ko'rsataman. Tak, sizlarga ko'rinarmikan? Xo'p. Mana. Mana. Xo'p, ichida so'zlari ham bor, mana belgilab qo'yilgan so'zlari ham bor. Juda zo'r mavzular. Understanding Philly Spacements, qiziq faktlar haqida, scientific narsalar haqida, the power of branding, mana marketing haqida bor ekan. Ichida so'zlari ham bor ekan, mana. In this unit you will read about the branding of products and its importance for business. Eng qizig'i bu kitobdagi narsalar speaking uchun ham zo'r ketadi. Speaking uchun dahshat. Shunchaki g'oyalar uchun dahshat. O'qiyverasiz, speaking and writing g'oyalar kelaveradi. Mana hozir branding haqida o'qisangiz, speakingda branding haqida so'z chiqib qolsa, mana shu artikl o'qiganingiz uchun brandingga doir so'zlashib olasiz, ya'ni topic related. Undan tashqari siz g'oyalar berib olasiz aynan o'sha mavzuga. Juda muhim. Xo'p, o'qinglar buni. Kuniga bitta o'qib qo'yish menimcha zarar qilmaydi. Uncha ko'p vaqtingiz ham olmaydi. It doesn't take much. So just do it, read an article a day to keep your IELTS worries away. Birinchi. Xo'p, endi keyingisi xuddi listeningga o'xshab bu yerda ham kitob o'qishlar tavsiya qilinadi, okay? Keep reading books. Make it let's say reading books should be a habit, ya'ni bu shundoq ham odat bo'lishi kerak menimcha. Ya'ni bu alohida bir etilish kerak bo'lgan narsa emas. Kitob o'qishning o'zi katta foydasi bor. Endi spesifikroq keladigan bo'lsak, bu general, passive reading bo'lyapti. Endi aktiv bo'ladigan bo'lsa, men aytgan bo'lardim, birinchi navbatda on all question types, ya'ni question type o'rganish juda muhim. O'zi ikkita muammo bor-da. Birinchisi reading comprehension muammosi bor, ya'ni o'qib tushunmaslik muammosi. O'qib tushunmaslik muammosi nimadan kelib chiqadi? Vocabulary yetishmasligidan, grammatika noto'g'riligidan kelib chiqadi. Endi ikkinchi turdagi muammo bor, o'qiydi, tushunadi, grammatikasini ham, vocabulary'sini ham tushunadi, lekin xato qiladi. Bu o'quvchilarning muammosi shundaki, ular question type'larni bilmaydi, true false notkimni ishlashni bilmaydi, headinglarni bilmaydi, information kelib qolsa tushunmaydi, qanaqa ishlash kerak, qaysi birini birinchi boshlash kerak, qaysi birini keyin boshlash kerak. Mana shu narsalarni bilmaganligi uchun xatolar qiladi. Atak reading comprehension zo'r, o'qisa tushunadi. Muammosi yo'q tushunishda. Lekin xatosi question type'larda. Demak, question type'larni o'rganishni men tavsiya qilaman. Xoh bo'lsin bu YouTubedan, xoh bo'lsin bu ustozdan, xoh ertaga men readingdan kurs ochadigan bo'lsam, reading kursimga qatnashing, masalan, boshqa ustoz bo'lsa, boshqa ustoz kursida qatnashing, o'zingiz ustoz bo'lsa, o'zingiz ustozdan o'rganing. Lekin question type'larni o'rganmasdan qolib ketmang. They are really important. Chunki ba'zi question type'larchi shunchaki vocabulary talab qilmaydi-da. Ba'zi question type'lar masalan yaqinda biz mana bu darsimizga qatnashgan bo'lsanglar bilasizlar, kim True False Not kim darsimizda bor edi. Bu darsda kim qatnashdingizmi? Bu darsda qatnashdingizmi? Mana shu darsni ko'ringlar deyman. True False Not kimga biz dars o'tdik. Mana shu darsni ko'rsanglar, savollarni o'zbekcha beryapman-da o'quvchilarga. O'zbekcha savollarga noto'g'ri javob berishyapti. O'zbekcha savolga, readingdan tushadigan o'zbekcha savollarga noto'g'ri javob berishyapti. Shu mumkin bo'lgan tarjimasi. Endi savol tug'iladi. O'zbekcha bo'lsa nega qiladi? O'zbek tilini yaxshi bilamiz-ku degan savol tug'iladi.
Demak, muammo faqat tilda emas ekanda. It's not all about language then. It's not always about the vocabulary then. It's not always about the words then. Faqat so'z emas ekan, faqat til o'zi emas ekan, demak, muammo tilda emas. Muammo bu yerda thinking ham bor. Muammo bu yerda o'sha qo'yib tushmaslikda, bilmaslikda, unga mos usul, strategiya, tip bilmasligimizda ekan degan xulosa paydo bo'ladi. Demak, o'rganib qo'yishimiz kerak uni. So, qatnashganlar biladi, qatnashmagan bo'lsangiz, ribni ko'ringlar. Men shu fosfonni tushuntirib berganman. Ancha narsa o'rganasiz. Xo'p, question type o'rtasi qolib ketmasin, o'rganinglar bilan ham. One by one, kanalda ham xudo xolasa dars o'tishga harakat qilamiz. Balkim kursdan o'tamiz. Question types dan keyin endi nima? Aytgandek, listeningga ham, reading ham full test qilishni men tarafdori emasman. Full test qilasiz haftada bir marta. Okay, one full practice is enough for a week. Meta practice agar imtihon juda yaqin bo'lmasa, men maslahat bergan bo'lardim. Do one passage a day. Bitta passage qiling. Passage 1 bo'lsin, masalan, passage 2 bo'lsin. Lekin uni shunaqa qiling siz, o'rganmagan ichidagi narsangiz qolmasin. Learn all the words, all kinds of grammar, anything about question types, anything about mistakes, anything about the answers. Masalan, xuddi o'sha listeningga boya aytdim-ku, mana crazy analysis mana olganingizda why deb so'rayapsiz. Nega to'g'ri javob to'g'ri bo'ldi, nega noto'g'ri javob noto'g'ri. Xuddi shuni reading ham ishlatish kerak. Do it for reading too. Do one passage a day, do analysis mana. Analysis of the passage. Mana why deb so'raymiz, tepadagi savollar bilan. Xo'p. Endi bitta narsa. Why degan savolga siz bera olmay qolishingiz mumkin agar siz question type'larni bilmasangiz. So it's very important to learn question types first. Question type'larni bilmasangiz why degan savolga javob bera olmaysiz. O'rganinglar. Men o'zim darsda o'tib kerak qilaman. Qolsa true false not givenni o'tdik. Nasib qilsa mana bugun juma kelayotgan hafta dushanba kunimi, seshanba kuni men harakat qilaman. Yana bitta question type o'tib berishga. Aytaylik, keyingi question type'imiz bo'lsin. Kim masalan qiynaladi? Matching infoda qiynaladilar bormi masalan? Matching info. Yoki gap feeling mana masalan, gap feeling. Gap feelingni ham har xil turi bor. Kim qiynaladi mana gap feelingni? If you struggle with gap feeling questions, o'zi eng osoni gap feeling-da. Eng osoni gap feeling. Lekin 10 ta kelsa 9 topishingiz xato. Chunki u eng osoni. Siz 10 tadan 10 ta topishingiz kerak. Bitta ikkita xato ham sizga qimmatga tushadi-da. Gap feelingni o'tib xudo xolasa. Men o'tib beraman, gap yo'q. Qolganlarni ham o'tamiz bittalar. Keyin multiple choice bor, keyin heading bor, hammasini o'tsak bo'ladi sekin-sekin. Xo'p, demak, why degan savol beryapmiz. Endi bundan keyin nima qilamiz? Make keyword table. Make keyword tables after each practice. Har bitta practicedan keyin albatta bitta keyword table yasab qo'ying. Shart, zarur, juda muhim. Men sizlarga keyword table misol sifatida hozir tashlab beraman. O'zim yasagan keyword tablelarni. Bitta-ikkitasini ko'ringlar, mana o'zingizlar uchun, o'rganishlar uchun. Keyin yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa, sekin-sekin harakat qilsanglar. Tashlab qo'yaman mana. For you. Special. O'rganib qo'yinglar. O'zingizlar saqlanib qo'yinglar, darsdan keyin o'chib ketadi. O'zingizlar saqlanib qo'yinglar. Keyin qidirib yurmanglar, mendan so'ramanglar keyin. Xo'p, shunaqa men demak, harakat qilgan bo'lardim kamida bitta artikel o'qishga, harakat qilgan bo'lardim kitob o'qishni odat tarziga aylantirib olishga, harakat qilgan bo'lardim hamma savol turini o'rganib qo'yishga. Bir oyda masalan tugatib bo'ladi bitta kurs orqali, bitta bo'lmaganda darslar orqali. Bitta passage bir kunda, passage ichidagi so'zlarni ham o'rganasiz, keyword table qilib, ichidagi savol turlarini o'rganasiz, crazy analysis qilib, why degan savollarni so'rab, nega to'g'ri javob to'g'ri bo'ldi, nega noto'g'ri bo'ldi, 1 dan 13 gacha hammasini isbotlash kerak. To'g'risi nega to'g'ri bo'ldi, noto'g'risi nega noto'g'ri bo'ldi, nega u noto'g'ri bo'ldi. Shunaqa. Xo'p, readingga I think that's enough. Yana nima qilib bo'ladi o'zi? Yana nima qilib bo'ladi? Men hozirgi bilimim bilan mana oxirgi readingim chiqqan. Men yana qaytadan tayyorlanishim kerak bo'lgan bo'lsa, xuddi shunaqa tayyorlangan bo'lardim. Bir kunda bitta artikel o'qirdim. Yetadi. Kun davomida o'zi kitoblar o'qib yuraman o'zi. Bu yozmasam bo'ladi o'zi. Kitoblar o'qiyman.
kitoblar bu general reading ketyapti, passive reading. Keyin question types. Bilmasam mana har bittasini o'rganib chiqardim. YouTube'dan masalan yoki bitta kurs olardim masalan. Abduraz degan bolani Telegramdan qidirardim-da, kursiga yozilib, kursini o'qib tugatib, bitta question type o'rgangan bo'lardim. Xo'p, do one passage-da bitta passage kurs tugadi masalan yoki aytaylik o'rganyapman. Bitta passage qolman, ichidagi savollari bor, xatolarimni ko'ryapman, o'rganyapman. Keyin bitta keyword table yasab qo'yaman. Keyword tabledan maqsad paraphrasing qaytarish. Chunki bitta passageda tushgan so'z yana qaytariladi. O'zi bir 3 mingtacha so'z bor ingliz tilida common bo'lgan, o'shalar qaytariladi. Har doim qaytariladi. Biz o'shani o'rganmaslik ham o'zi katta gap. Shunaqa gaplar. Xo'p, so vocabulary yozdim-ku mana, make keyword tables, mana shu vocabulary-ku. You don't really have to memorize vocabulary. Qaraylik, bitta narsada, it's not about memorization. It's not about memorization. It's about repetition. Kim agar men vocabulary yodlashim kerak deb o'ylayotgan bo'lsa, xato fikr, guys. Maqsadimiz so'z yodlash emas, maqsadimiz so'zlarni qaytarib turish. Ya'ni siz bu bitta keyword table yasangiz, ertaga ikkinchi keyword table yasashdan oldin bugungi yasangizni o'rganib qo'yishingiz kerak. Takrorlab chiqasiz. Prosta takrorlab chiqasiz. Kecha nima o'rgandim o'zi. It's about repetition. Xo'p, oddiy misol beraman sizlarga. Nimaga bizning esimizdan hech qachon library, pen, pencil, teacher, water kabi so'zlar esimizdan chiqib qolmaydi. Vaholanki ularni nechadir yil oldin o'rganganmiz. Maktab davrida o'rganganmiz. Nega esimizdan chiqib qolmaydi? Bu sababi bu so'zlar har kuni qaytariladi, har doim qaytariladi. Teacher deb qadam etamiz, kommentarlarda ham qo'shiladi masalan. Water so'zi hamma joyda, misol YouTube kirsangiz ham prikollar chiqishadi. Pen, pencil juda ko'p qaytarilgan, buni ko'p qaytarilgani uchun esimda qolib ketgan. Yodlaganimiz uchun emas. O'zbek tili ham shu. O'zbek tilini biz hech qachon yodlab o'rganmaganmiz-ku, to'g'rimi? Qani men bugun o'zbekchada 20 ta so'z o'rganaman. Kutubxona bu o'quvchilar kitob o'qib boradigan joy. Telefon bu odamlar bilan aloqada bo'lish uchun ishlatiladigan mobil qurilma deb o'rganmagansiz. You never did that. Yoki yodlaganmisizlar o'zbek tilini? Nobody has memorized Uzbek words, I think. Hech kim yodlamagan menimcha. O'zimizning native tilimizda, eng ravon gapiradigan tilimizda yo'q. Nega biz uni yodlab qo'yganmaymiz? Gap yodlashda emas, chunki it's about immersion, it's about repetition, it's about let's say dedication, it's about passion, not memorization. If you memorize, if you keep memorizing, it's the wrong approach. It's not the right approach. Yeah, you are on the wrong path. Yodlamaydi, takrorlaydi, qaytaringlar. Ustida ishlaydi. It's about repetition. Repetition is the mother of learning. Qaytarishda davom etaman. Yodlaysiz 100 so'z izdan chiqib ketadi. I mean, it's not learning. Memorizing is not learning. How writing? Writing bilan speaking desak, men yozgan narsalarim bor, shuni tezroq aytib beraman. Yaqinda bunaqa qildik-da. Qarang, men bitta yozgan ekanman. Bu boshqa fayl. Mana ham qo'shib qo'yinglar. Readingga aytgancha, if possible, watch a video walkthrough for the passage by experts. Ya'ni ishlagan passagingizga mana bitta ustozi o'sha video walkthroughsini ko'rishni va'da beraman. Farqi yo'q kimligiga. Ko'rsanglar bo'ldi. Xo'p, writing speaking. Nima qilamiz writing speaking ham? Yozgan ekanman mana writing ham, speaking ham. Kelinglar shuni kopiya qilamiz. Hozir tushuntiraman. Bitta. Mana. Hop, writing. Birinchi navbatda savol turlarini bu yerda ham o'rganish shart. You have to learn
different types of essays, different types of questions and reports for both task 1 and task 2. That's very important. That's the first thing you have to do. Men o'zim qilgan narsa kuniga bitta yo task 1 yozardim, yo task 2 yozardim. I used to write either one task 1 or task 2. Keyin hozir ChatGPT chiqdi, sun'iy intelligensiya rivojlanyapti. Undan so'rasangiz bo'ladi feedback. Nobody can give, as good feedback as ChatGPT. ChatGPTga kuchli feedback beradigan menimcha ustoz bo'lmasa kerak. Chunki u AI, u bilan baslasha olmaysiz, u bilan masalan debat qila olmaysiz. U eng zo'rida. Hamma ilmi bor unda, hamma datasi bor. Undan mazaq foydalansa bo'ladi. Faqat bitta narsa, do'stlar, ChatGPT ham adashadi. Undan so'ramanglar haligi. Ball ber menga, ball qo'yib ber deb so'ramanglar, chunki examiner emas. U lekin feedback bera oladi, u examiner emas-da, sizga ball bera olmaydi. Examinerlarning human faktorlari bor, har xil narsasi bor. Xo'p, impossible men yozganman. It's better to get feedback from real teachers and act on the feedback. Haqiqiy ustozlardan feedback olib turing. O'zingiz ustozingiz bo'lmasa, anaqa servislar bor har xil. O'zimni o'rtog'im masalan Ulug'bek Umidjonov shunaqa servis tashkil qiladi kanalida. Boshqa ustozlarda bo'lishi mumkin, men bilmaydigan. Examinerlarni o'ziga ham yozsangiz bo'ladi, ba'zi examinerlarga. Shunaqa, bu muhim. Feedback is very important. Men feedback haqida alohida postlar ham yozdim, ko'rgan bo'lsanglar. I wrote a long post about feedback and practice and act on the feedback in general. Ko'rgan bo'lsanglar, men o'qiylar buni ham. Feedbacksiz bo'lmaydi. Feedbacksiz foydasi yo'q. Qancha ko'p essay yozsangiz ham feedback olmayapsizmi? Bir tiyin. Chunki xatolaringizni to'g'rilasiz. Bir aytish kerak sizga. Ham xato qilgan ekansan, shuni to'g'rilashimiz kerak deb. Xoh u bo'lsin ChatGPT, xoh bo'lsin ustozingiz, xoh u bo'lsin boshqa examinerlarga ham pulni bersangiz qilib beradi. Tak. Ikkinchisi, research common topics through Google and ChatGPT. Common topiclar bor, o'sha 20 environment. Ishlagan kitoblarni tashlab beraymi sizlarga? Ishlatgan kitoblarni tashlab beraymi? Ishlatgan kitoblarimni tashlab beraymi? Ideaga masalan. Bunda idea muammosi bor. If you have idea problems, if you have problems with lead generation and let's say common topics, tashlab berishim mumkin. Xo'p, tak, qayerda edi bu? Stopamiz. 3 ta kitob ishlatgan ekanman o'zi. Tayyorlanayotgan paytim. Mendan bugungi darsda o'tirganingiz uchun sovg'a. Rejada yo'q edi. Sizlarga sovg'a mendan. Nima ketdi, to'g'rimi? Meni подписчигim sizlar endi. Meni obunachim sizlar. Sizlarga mendan sovg'a. Ishlatinglar, tayyorlaninglar. Mana shu kitoblarni ishlatganman men. Idealar uchun Lizi kitobi mana IELTS Bend Up, common topic uchun mazaq ishlatsangiz bo'ladi. I mean, yes. That's it. Rahmat, keyin aytaverasizlar bemalol. Va rahmatingizchi, mengacha eng katta rahmatingiz siz o'sha qo'llab-quvvatlashingiz, kanalda men postlar yozsam, reaksiyalar bosib, izohlar yozib, bo'lmaganda darsda o'tsam, qatnashib, menga eng katta rahmat shu. Men beraveraman sovg'alar, haligi materiallar, darslar menga uncha katta muammo emas. Hozir tim o'tkazgan vaqtim ham bor. O'zim kursda o'qiyapman, Selta masalan. O'rgangan bilimlarimni o'zim ishlatishim yoqadi. O'zim o'rgangan narsalarimni kimgadir o'rgatishim o'zimga yoqadi. Bu hobbi. Shuning uchun masalan, sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi haligi. Poddesh qilib, motivatsiya berib, eng muhimi shu deb o'ylayman. That's the best motivation for me. That's the best things for me. Xo'p, speaking qilamiz. So, the first thing, speaking ham savol turini o'rganish kerak. Part 1, part 2, part 3 nima farqlari bor? Masalan, biz o'zimizning kursda endi speaking kursimizda speakingga partga dars o'tdik. Part 3 da masalan hot narsa bor. Hot. Part 3 da mana tekshiriladi, part 3 ga. Misol uchun shuni o'rganish kerak. Hot. Nima u hot desangiz, high order thinking skills. Bilmasangiz, shu paytgacha hot nimaligini bilmasangiz, siz partiyaga katta ehtimol bilan noto'g'ri yo'lda tayyorlanib kelgansiz. Ya'ni high order thinking skills ko'rsatib bera olish kerak, chunki savollarning turlari bor. Masalan,
shunaqa savol turlari bor. Ular sizni hypothetical situationga qo'yadi-da, hypothetically so'raydi. Bunaqa bo'lsa nima qilgan bo'larding? Okey, savollar bor, compare qilishdi. Ikkita narsani bir-biriga solishtirib berish. Masalan, hozirgi lifestyle bilan 20 yil oldingi lifestyle nima farqi bor deyish mumkin. Yoki hozirgisi yaxshiroqmi deyish mumkin. Demak, bu yerga comparative language ishlatishingiz kerak. O'sha ER, o'sha superlativelar bo'lishi mumkin, o'sha nima desam ekan, aslar bilan ishlatilganlar bo'lishi mumkin, better, more shunga o'xshash narsalar bo'lishi mumkin. Part 3da yana bo'ladi, fikr so'raladi masalan. Fikr so'ralsa, masalan, I believe, I think, I feel like deb bera olishingiz kerak. In my opinion, shunga o'xshash narsalar. Savol turlari bor-da. Buni o'rganish kerak. You have to learn that. You can learn it from GPT, you can learn it from YouTube, you can learn it from other teachers, you can learn it from me. Xohlasa qilamiz speaking ham darsda. There's a lot to learn. I will try. Yeah. The key is to speak as much as possible. I mean, that's the key. Like, you gotta have a partner. If you have friends with who you can, talk in English, that's good. Very good. O'rtoqlaringiz bo'lsin, do'stlaringiz bo'lsin, dugonalaringiz bo'lsin, gaplashadigan. Qancha ko'p gapirsa shuncha foyda. Lekin gapirishni o'zidan ham muhim narsa bu feedback olib turish. Again, we are coming back to this feedback thing. You have to take mock exams with different people, different examiners, different, let's say, teachers. I mean, high-level teachers, not just teachers, and get feedback. Get thorough feedback. Get constructive, like harsh feedback on your speaking performance. They tell you your mistakes, and you learn from them. Kevin Kelly'ning kitobida o'qidim. Your best teacher is your last mistake. Eng zo'r ustozingiz bu sizni xatoyingiz. Xatoyingizdan ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. Mana aytaylik, men speakingda mana aytaylik mock test topshirdim deb, men xato qildim. I think deyishga, men I think deyapman. O'zi men xatoyimdan chiqib bilsak bo'ladi. Demak, meni problemam bor ekan TH tovushida. TH tovushini men noto'g'ri talaffuz qilar ekanman. Demak, men TH tovushini to'g'ri talaffuz qilishni o'rganadigan bo'lsam, TH tovushi qatnashadigan har qanaqa so'zni to'g'ri talaffuz qilishni boshlash mumkin ekan. TH tovushi qatnashishi mumkin bo'lgan mingdan ortiq so'zlar bor. To'g'rimi? Masalan, think, thank, thought keltiradi, that, this. Demak, bitta xato borligi mana shu tovush so'zda hamma TH qatnashadigan so'zlarda xato bo'ladi degan. Bitta mana shu xatoimni o'rganish orqali men minglab xatolarni oldini olar ekanman. Demak, boraman YouTube'ga, qidiraman TH pronunciation deb, o'rganaman, qanaqa pronounce qilish kerakligini, training qilaman, o'rganaman, takrorlayman. Keyin mana shuni xatoimni to'g'rilasam, bo'ldi, уже men kamida masalan 0.3 gami, 0.4 gami mashhur olgan bo'laman-da. 7 bo'lsa 7.5 ga yaqinlashib olaman. Imенно pronunciation qismida masalan. So yeah, if possible, prepare for the exam with a partner. You gotta have a partner. King is a N9 sampling laws juda ko'payib ketdi, many of them. O'zi GPT dan ham so'rasa bo'ladi hozir, kitoblar ham chiqib ketdi. Sampling ularga nima qilish kerak? Men o'zim qiladigan bitta narsa bor edi. Men bitta 12 tachami mock testlar bor-da, hozir tashib beraman, qaranglar. Mock test bor. Mana shu mock testdan men o'rganardim. I used to learn from these mock exams. IELTS Daily degan kanal bor YouTube'da. Mana shu opalardan, mana shu akalardan, mana Kevin, Elisha, mana Tom, Saskia, Jet, shulardan mocklarni o'rardim. Keyin bular qanaqa javob beryapti? Part 1ga, Part 2ga, Part 3ga har savollarga, tavuz qanaqa bo'lyapti, connected speech qanaqa bo'lyapti, stress qanaqa beryapti, intonatsiya qanaqa, shu ideyalarni qanaqa beryapti. Men shu savollarni o'zimdan so'rab, bulardan o'rganardim. Yozib o'tirardim men. Qanaqa vocabulary ishlatdi masalan, qanaqa grammatik ishlatdi. Keyin o'zim ishlatardim o'sha. Hozir sizlar bo'ladi. Kuniga bitta mock test ko'ring-da. Mana shu 3 ta analiz qiling. Hozir bizning kursimizdagi o'quvchilar shunaqa beryapmiz. Vazifa men kuniga bitta mock beryapman. Bitta analiz qilish kerak. Feedbackini olib, даже bu feedback ham bergan, anaqasi, examiner feedback ham bergan. Shu feedbackini olib o'zingizda qo'llasangiz ham bo'ladi-da. Mock test ular topshiryapti, lekin feedbackka o'zingizga ham ishlatsangiz bo'ladi. Va xuddi shunaqa mock testlarni o'zingiz tashkil qilishingiz kerak. Kerak bo'lsa pulni berib, examinerlarga kerak bo'lsa ustozlardan servislarni sotib olib, "Yo'q, meni pulim yo'q, unga qiynalaman" desangiz,
Даже mana ChatGPT bilasiz bo'ladi. ChatGPT eng zo'ri. Misol uchun. Shuni olasiz, telefonni yoqib, "Davay, mani ekzamenerim bo'ldi" desangiz, bo'lib ketadi. You are my examiner. Man ko'ramiz, kelinglar mana hammani oldinglarda, men ko'rsataman. ChatGPT ga kiraman. So, I will talk to her. Hey ChatGPT. Pause. Hey, I'm here. What's on your mind? I would like to take a mock exam with you. I want you to be my speaking examiner and provide feedback on my speaking performance. What do you say? Absolutely. Let's do it. I'm ready to be your speaking examiner. Just let me know which part of the IELTS speaking test you want to practice. Part 1, Part 2, or Part 3. Or if you want to go through a full mock test. Whenever you're ready, we can get started. Let's start with part 1. Ask me questions on part 1. Let's begin with Part 1. I'll ask you a few general questions about familiar topics. Ready? Question 1. Let's talk about your hometown. Where is your hometown and what do you like about it? After you respond, I'll ask a couple more questions before giving you feedback. Well, I originally come from a city called Chirlik, which is located in the province of Tashkent in Uzbekistan. That place is very good and it's surrounded by nature, and we don't really have any types of pollution like air pollution, noise pollution, so it's a very good place to live in. That sounds lovely. Thanks for sharing about Churchik. Let's move on to another topic. Question 2. Do you prefer to live in a city or in the countryside? Why? After your response, we'll do one more question before feedback. Honestly, it's way better for me to live in the countryside because I prefer peace over noise, and I love the tranquility that villages offer compared to cities. Because in cities, it's like too noisy. We have traffic jams, we have noise pollution, and even if you look at the sky, you can't even see the stars. So I hate it. I hate the city, so I would love to live in the countryside in general. Great reasoning. Now let's go to final question for Part 1. Question 3. What kind of hobbies or activities do you enjoy in your free time? After you answer, I'll give you some feedback on your performance. During my spare time, I love reading books because I believe, there's this quote from Charlie Munger, which goes like, as long as I have a book in my hand, I don't feel like wasting time. And I agree with this. It's a very good pastime. I also love playing tennis with my friends. We usually do that weekend. Great. You provided detailed and personal answers. Let me give you some quick feedback on your Part 1 responses. Strengths and coherence. You spoke naturally and connected your ideas well, especially when talking about why you enjoy reading. Vocabulary. You used a nice quote from Charlie Munger, which added a personal touch and showed a good range of vocabulary. Areas to improve. Pronunciation. Just make sure to articulate clearly, especially with names or quotes, to ensure clarity. There were just minor slips, like that place is very good, could be it's a great place, but overall, your grammar was solid. Overall, you're doing well. For Part 1, keep your answers concise and clear, just like you did. Now, if you're ready, we can move on to Part 2 or any other practice you'd like. Thank you, ChatGPT. I love you. You're welcome. I'm always here to help. Appreciate you too. If you need anything else or want to practice more, just let me know. Of course, we're going to talk later. Sounds good. I'll be here whenever you're ready to chat again. Take care. Xullas, mana ko'rdinglar. Ko'rsatib berdim, guys. Shunaqa qilsanglar bo'ladi. Bundan yana so'rasangiz bo'ladi. Qattiqroq turgan menga. Fikr-chiqirlarni ham topib berdim. Nitpicking qilgan. Tilning ichidan qidirib menga hamma xatoyimni aytsangiz aytadi. It tells you all things. Menga masalan aytayapti, pronunciationingni ozgina ishlashing kerak. Ba'zi so'zlarni ishlatayotganda to'liqlicha articulate qilgan, oxirigacha pronunciation ishlatgan deyapti. Masalan, that place is very good masalan. O'shani chiroyliroq aytsang bo'ladi yoki o'sha ismni aytayotganda masalan Charlie Munger o'shani tezlatib ketib qoldim. There's a quote from
a self-made millionaire Charlie Munger deb to'xtab aytsam bo'lardi masalan. Shuni aytyapti. To improve pronunciation. So we can do this. I mean, it's very possible. So yeah. This is the end, guys. Tashlab beraymi faylni? Faylni tashlab beraymi? You wanna get the file? Save qila olarmikanman o'zi qani? Save it. Okay, 1 second. How do I save it? Tashlab olsam tashladim endi, bilmadim, hozir ko'ramiz. Can I actually share it with you? Oh no. Qotib qo'ydim bu. Buni qanday save qilaman? Tak, can I save it like this? I don't think it's possible to save it. Mana qilsam bo'lar ekan. I will try now, okay? Okay. Hozir tashlab o'chiraman lekin. Hozir. Qancha kuchli ekan endi. Oh my. I mean, I don't have it. I don't have it. Obbo. Topolmayapman. Qotib qoldimi? Xullas, guys, it's not possible to share it. Kind of. Hop. This oxiriga let's try, okay? Let me try. Daily routine for 7+. Oh yeah, here it is. I think. Tushdi. Okay, guys, thank you for being here. I hope you guys learned something new today, and if I could teach you something, I'm really happy, and I want to see you in the next lessons. Qalay bo'ldi o'zi fikrlar bo'lsa yozib qoldiringlar.
darsga qatnashganlardan juda xursandman. Keyingi darslarda ko'rishguncha o'zingizga ehtiyot sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa darslarimiz hali ko'p bo'ladi. Kanalni tark etmanglar, qo'llab-quvvatlab turinglar. Yeah, I'm going to see you soon in the next lessons. Have a good one. Gaplashamiz, o'zingizga ehtiyot qilamiz. Yeah, have a good one. Gaplashguncha, ko'rishguncha.